namazının 2 rekat sünnetini okumakla cüzünü kılağını hadiseleriyle Teala Allahu Ekber başlamanlarında var. Kulağın yumuşağına Allahu Ekber ettiğiniz söz bunu kulakandı kulağa cayip kullanacağız. Allahu Ekber. 10 kolun sol kolun üstü 10 kolun koyup durup 3 türlü karmaş var. Bu şimdi karması olur deyip, bu karması olur deyip. Hemen cödeme koyup dursayan olur deyip. Şimdi var mı? Buna oşulacaq. Oşulacaq. Şimdi var mı? Şöyle oşulmayı koymayı kıskanlar sıcaqşı deyip. Allahu Ekber. İkinci klasına koyuyoruz. İkinci klasına koyuyoruz. Namazda durğanda adam ne? Ben Türkiye'de başka bir öte ne kişi benim bu şimdi bu şimdi Turhan'da öte bir çalışma öte kişi değil. Adatta çoğunluğu oldu prezidentlerin aslında şimdi şey kızmak var mı? Şunu var. Buna o şimdi kol kavanda kol kindik aslında olandan ki kaçar giymek dese bana o kol tutmuyor ona kol tutsa var mı? Tamam onda kalmakmayım ben. Buna olacak. Bu şu yerden tuttuğunu çukurda turan çağ dengede yiyilgen bu sonra onun oluşunu öte sonunda. Çünkü mentip duruyor mesela. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İyilik duşa tuttuğunu çoğunu başarmakmışlar. Köyde durma çağırdan geldi iyilik durup. Ana kiline subhan secde kalkan cedi karayız. Allahu Ekber. İyilik mi? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmike ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Köz duşa secde kalkan cedi durup. ولا الضالين آمين. İçimizden ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. İçimizden ederiz. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah. Sırada getiriyoruz. Kemrünü Allah böyle korkacak. Hemen cünüp yolluyoruz. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allahu Ekber. Köz secde katmanında öyle. Allahu Ekber ekut ortasına geldi. Subhan Rabbiyal Azim. Allahu Ekber kol Cenab-ı bürküttün ne? Tuyağında kalmayı tizeli. Mıcırıp. Şimdi var mı? Bakalım. Allahu Ekber. Ana celke tüp düz bolat. Peygamber şimdi namaz okarda celkesinde bir çığlık su doldurup koysun. Tögülüp gitmeyi turma çağırdan geldiğinde rovna turağını deydi. Şimdi var mı? Tura bir olursa başka olsa aran ayallar, onlardan bunday bir noktanızı işlerilmeydi. Ayallar başkaca. Ayallar biraz ilgilen olsa başka kalmışsa caiz inşallah. Erkeklerden Allah'ı böyle şu büyük kalmadan nefislerini karmayız. Celke tüp düz bolat. Şu rükû da durumda yapı adam bagasana var mı? Subhan Rabbiyal Azim. Çoğusu mağdur. Subhan Rabbiyal Azim. O yapar. Çoğu rovlarım. Moyin men celke birini olur. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Semiyallahu limen hamida. Celke düz bir takbir. Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. Tizetiyet, koltiyet anan burun peşine. O cütmetiyet çekeke getiriyor. Şimdi var mı? Bana. Kebrine koyma işte ben birinci mülteşe o kadar var. Ben de o kadar var. Her böyle akılcana ne peygamber köyü koşak çok böyle degen. Birinci cümle bakıyoruz. Allahu Ekber. Tizetiyet, koltiyet anan burun peşine. Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. Secdede turganda böyle putundu qaraqlar, putman ko'tarilib ketmiş gerek. Shuni var. Subhan Rabbiyal A'la, jilva qadar. Subhan Rabbiyal A'la. Putni ko'tarilib gerek. Subhan Rabbiyal A'la. Yani çok ustazlık için ko'rsatganda, buni shunda tomonlar birbiriga teng turganlar. Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. Ustazım tarif mana shuni ko'rsatib bergan dedilar. Mekke'de çok ustaz tarif degan çok ustaz bizga o'sha ustazim ko'rsatib bergan dedilar. Xudoga shukr menda bugun hozir onlaynning berekati bilan o'sha ustoz tarixdan tuz jumasini aytib olsa bo'ladi. Subhan Rabbiyal A'la deganda ham o'sha tomon tiyib turgan joyda ko'tarilib kerak. Tushundingizmi? Allahu Ekber. Jelka tuz bo'lish kerak. Qanchalik mana Allahu Ekber, Allahu Ekber resil ketaverganlar bor. Qancha desa mana qaranglar. Allahu Ekber qo'lni tizerishga qo'yib turib subhanalloh bir tasbihning ko'lamicha o'tirishga aytadi. Tushunyor? Allahu Ekber. Subhanalloh. Allahu Ekber. Subhanalloh deb aytmaysiz. O'shanchalik minutda bir to'xtagan yaxshi-da. Какой-то bir sekundga jelka bir to'xtagan yaxshi deydi.
Tushundingizmi? Mana ekan. Allohu akbar. Allohu akbar. Subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la. Allohu akbar. Ikkinchi rakatga turdim. Ikkinchi rakatni niyat qildim yo'q. Subhanakallohumma jo'ga. Siraza turkmeni bitar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ikkinchiga turganda daqi shu joyda ikkilikni ostida qo'l, mana turibdi, shu tikka olamiz oyoqni. Mana bu yoqda yeyilishni shu putni chuqurligida yeyilamiz, ha? Mana putning aralig'i qanchalik qo'yish kerak? Jelkasi bilan birga qilish kerak, bu joyni nima taltayib olish kerak, javishtirib olsa qanday bo'lsa, sunnat eng yaxshisi ham shu art jag'i 4 eliday bo'lib puttin. Baldı jag'i biraz menda ochiqroq bo'lsa, yaxshi. Men semizroq odam bo'lib, zdorovoy odam bo'lib jig'ib bera turgan bo'lsa, andan da kenara qo'yib turgan bo'lsa, bu qanaqa bo'lsa, biroq ataylab o'tib turib olgan taltaygana bu bo'ldi. Demak, mana men qarang. Mana 4 eli bor. Mana shunday aralıqda 5 eli, ha? Şu artçarlı 5 eli 4 eli, aldı sal açıqroq. Buni bir o'g'lim emas. Tushuningizmi? Aldı biraz açıqroq bo'lgan, o'sha sunnat deydi. Ha, biroq jig'ib keta turgan o'sha ko'ngil bilan namozdan keyin o'chib qo'ydim, jurbadim, ha? Yo'q, da'vola qo'ysa, o'ta tatayib ketma degan, ha? O'ta tataygan yaxshi emas, ha? Ha, biroq zdorovoy odamlar bo'lsa jig'ib ketmay uchun qanchalik dengada tataygan bo'lsa bo'laveradi. Tushundingizmi? Erkeklerдің namazı kichipeyil büyüklükle negizdelgen қолдан келişince adam namazda özün kichipeyil atış gerek. Ayaldardaki sakın javunuma bekine negizdelgen қолдан келişince javun atma şartlarına ne olacak? Şunun için ayda kolun tiker biter koydu. Dağılı figürası göstermesin dedi. Düşünüyorum, bunlar yaklarken şu kökürögünü koyarken şu қолдан келişince javun olsun dedi. Rüküge varlarken biraz eğilip koysa orada yani biz o şomonlar kılışar demez. Neymiş o? Kaysıl formada figurası bilinmese oşol ayarların namazında sünnet. Kaysıl formada adam özün kichipeyil körsetse oşol erkeklerin namazında sünnet. Erkekler namazda ne? Kichipeyil körsek. Cana bizlerine kökülük koya okatkanlar var ama tatay. Aram biz muhabbet yapıyoruz, biz toplatağız. Şu iki variantta hadise başkalar gelir, ben ne yaşanacaklar bizde mazhab alanlar, şu ustazlar dedi. En negizlisi Çoğundurdu prezidentlerin aslında organda kantip turgan jaktıraq dese, men onu kichipeyil bo'lish, sheyx xizmat bormi, padisham neni buyurasizlar. Kinolarda shu turadi, ha? Zot demoqchi bo'ldi, padisham degan qo'ya. Sizga padişalardan padişası olmadan, yani Allah Teala'nın aslında ondan da kichipeyil bo'lib turish kerak. Demek, ma'qul. Negizi o'zi buni o'shida turish kerak, hadis bo'yicha, sunnat bo'yicha. Biroq ma'qul, sizlar aytgan bu variantda bor ekan. Ekovi birde kep kalsa anda kimisi taş kese, anda özü adatta kimisi kichipeyil büyük alıp barat. Adatta mı tutturgan jağı kichipeyil büyük o. Demek, oşol Kudayın aslında ne, padişaların padişası aslında sen şunu turganın jakşıda aytasiz. Kıskası, Vadim Sulavan'ın erkeklerin namazı, koldan kelişince özünüzü kichipeyil pas ko'rsatishimiz gerek namazlar. Ayağında koldan kelişince de figurasını bildirmegen hareket etish gerek. Erkekler mana sajdaga borganda ne, bunu koltuğu biraz açıqroq bo'lib, ana bunu san kursaktan alıp bolish kerak. Tushundingizmi? San kursak. Subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la. Payg'ambar shunday sajda qilganda ham mo'jizani mushriqni jag'i turgan qo'zning jag'ini o'ta turgan bo'lsa, o'tib ketadigan shardingga o'tiladi. Buni sanni bilan kursakning aralig'i, chiqaloqning aralig'i ochiq bo'ladi, o'shanda bir mushriq o'tib ketadigan shardingga yerdi. Tushundingizmi? Ayollarniki qo'ldan kelishincha bo'lib, mana shu sanniga yaqin qilib, o'tib qo'y. Ayollar chiqaloqning yerida erkakdan ko'tarib oladi. Tushundingizmi? Ayollar o'sha qo'ldan kelishincha sanniga yaqin, o'sha ayollar qo'ldan kelishincha figurasini bildirmagan harakatini walau kanu fi-salat namazda bo'lsa-da, biznikini qirchodalar minib ko'rgan boshqa men Xudoy saqlasin ertaga menni boshlarib turib, chechinmay boshqa. Avropa ayollarniki namazda dahi o'shani ayirması var erkeklikte. Namazda dahi erkeklikten ayırması var. Her alanda 25 çeşit yerde erkeklerin ayarlanıp namazlarında ayırma var. Demek ki ikinci rekette Kur'an'dan böyle başlatacağımız Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Veleddallin. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Kayıtına bütün kalmadı. Cebkeli düzdürdük. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Semiyallahu limen hamida. Rabbena ve lekel hamd. Allahu ekber. Tizedini kol dini peşine dini. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
üstüne sol putun uçuna var. Men putun qarala. Men putum oxshab qayrasa, qayralaşı, qayralmasa ne olur? Ma'at olursa dire olur. Ayında jana ne? Meçitlerde çaldan uçlu problema qilganingizdan öğret. Qancha o'tirsan bo'laveradi deb qo'yinglar. Qancha o'tirsa da'vasini dedi. Tushuningizmi? O'shincha o'tirsa da ular 10 putni tika qilib turib, boshini jo'qortga burgan sunnat. Agar bu qadar o'tira olmay boshqa qo'ydi, vesi og'ir bo'lib, yusab putum qayrib sinib ketgandek bo'lib desa, mo'nt tashab qo'yib o'tirsa deb bo'laveradi. Tushuningizmi? Ya, ushun tashab qo'ysa, o'zi yaxshi seni, mana ikki putundek ushun burib, mo'nt o'tirgan ushun yaxshi. Ana qo'l qayerda olish kelsa, qo'lni shu tizgan ustiga jo'nada qo'yib qo'ydi. Boshida tushuningizmi? O'ta mo'nt bu yoqqa tortib olmaydi, nima oshirib olib qo'ydi. Ushun boshida shunday tashagan olanda Allohu akbar. Mo'jolda o'ylab qo'yadi bitta. Ha? Mo'jolda o'ylab qo'yadi. Attahiyat o'qiydi, salovat o'qiydi. Attahiyat bilan salovat o'qiyotganda keyingilar boshini ne qiladi? Sajda ko'z, sajda qilgan joyda qaraydi, ketganlar sanon qaraydi, ketganlarni juravni qaraydi. Keyinlar kitobda ko'rib qoldim, juravni qaraganda boshqa odam juzni qibladan burilib ketadi, bunday cho'ng chumni qaragan yaxshilar ekan, juzni qiblaga burdim deb otpay boshqa deb. To'g'ri seni qand kende fikring chachirab olsa o'sha yerda o'tiraver. Ha? Ya shunday bir ne? Ma'nati olsa fikring chachiraydi. O, qamarasi odamda. Amanda qanday ish bilan ko'rmaysiz. Tushuningizmi? O'sha qo'yib turib, o'sha sol joq tarafini ko'proq tarafga biroz qarab o'tirib, attahiyatu lillahi va salatu va o'qib turib, salom berganda, assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Astagfirullah, astagfirullah deb ixlos duo qilamiz. Namoz bo'yicha qo'shimcha qaysini aytmagandim. Ustoz, tak, birinchi turganda joy namozga turdik, putni turishini aytdim, niyatni aytdim, qo'l ko'targanda aytdim, qo'l baylaganda aytdim, namoz uchun Fatihani o'qitganda turib avvalda aytdim, ruku, sajda, attahiyat, salom. Namoz shunday bo'ladi. Qo'lni ko'taramiz. Kerak emas ko'tarib. Uchta qanaqa masalaga 3 turli fikr bor. Ya, 3 turli fikr bor. O'shalda ko'tarib bo'lgan yaxshilar o'sha bosimni urib qiladi. Ko'targandagi sovuq bo'ladi, vanada o'zicha dalil bor. Biz ko'tarib yuramiz. Mana endi ko'targanda teg'anlar bor, shularni to'lamaymiz. Ashhadu mashina degan ko'taramiz deymiz. Ashhadu an la ilaha illalloh. La degan ko'tarmaydi qo'ygan yaxshi shunday. Aslida fiqhni yaxshi tushungan olimlar ko'tarib ketdilar. Fiqhni ham, hadisni ham bilgan olimlar ko'taradi. Ana o'shadagi bizlar nafati inkor qilganlar bor, shuni ko'tarib yaxshilar bo'ldi. Shit boshqa deganlarga aytmaganlar bor. Qachon deganlar. Qiygan yaxshimiz. Ana endi ko'targanlarimiz jannatimiz.